Assalomu alaykum. Bugungi videoda juda ko'p odam ishlatadigan, lekin qanday ishlashini hamma ham tushunmaydigan texnologiya haqida gaplashamiz. Bu VPN hisoblanadi. Ko'pchilik VPN ni faqat bloklangan saytlarga kirish vositasi deb o'ylaydi, lekin aslida VPN bundan ancha kengroq tushuncha. Bugun biz VPN nima ekanini, qanday ishlashini, sizni nimadan himoya qilishini va nimadan himoya qilmasligini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. VPN nima va qanday ishlaydi? VPN sizni haqiqatdan ham himoya qiladimi? Demak, VPN bu o'zi qisqartma so'z, kengaytirilgani Virtual Private Network hisoblanadi. Ya'ni virtual shaxsiy tarmoq degani. Oddiy qilib aytganda, VPN qurilmangiz va internet orasida himoyalangan ulanish yaratadi. Lekin eng katta savol, VPN bizni haqiqatdan ham himoya qiladimi? Javob ha, lekin ma'lum chegaragacha himoya qilishi mumkin. VPN xavfsizlikni oshiradi, lekin sizni internetdagi barcha xavflardan himoya qiladigan qandaydir bir sehrli vosita hisoblanmaydi. Endi bu VPN o'zi aslida VPN texnologiyasi dastlab oddiy foydalanuvchilar uchun emas, kompaniya xodimlariga, ofis tarmog'iga masofadan xavfsiz ulanish uchun yaratilgan vosita hisoblanadi. Endi bu VPN qachon paydo bo'lgan degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, VPN tushunchasi internet rivojlanishi bilan paydo bo'lgan 90-yillarda kompaniyalarda muhim savol paydo bo'ladi. Xodim boshqa joydan turib kompaniya tizimiga qanday xavfsiz ulanadi? Shu ehtiyoj VPN texnologiyalarini rivojlanishiga sabab bo'ladi. 96-yilda Microsoft Point to Point tunnelining protokol degan protokolni ommalashtiradi. Bugungi kunda VPN'lar oldingiday Microsoft yaratgan, ya'ni Point to Point Tunneling protokol bilan emas, undan ancha zamonaviy protokollar ishlatadi. Bu VPN yaratilishida asosiy rol o'ynagan shaxslardan biri. Endi bizda VPN o'zi nima uchun kerak degan savol paydo bo'ladi. VPN dastlab asosiy vazifasi masofadan turib xavfsiz ulanish edi. Bir kompaniya xodimi uyidan ishlaydi. U kompaniyaning ichki tizimlariga kirish kerak. Oddiy internet orqali ulanish xavfli bo'lishi mumkin. Sababi u yerda ma'lumotlar bor. VPN esa xodim bilan kompaniya tarmog'i orasida himoyalangan tunnel yaratadi va shu orqali xodim kompaniya ma'lumotlariga kirishi mumkin bo'ladi. Bugungi kunda ko'plab katta kompaniyalar xodimlari uydan ishlaydigan VPN ishlatadi. Hozirgi kunda ham bu ommalashgan va juda kerakli kompaniyalar uchun vosita hisoblanadi. Demak, VPN o'zi aslida nima? VPN 3 ta so'zdan tashkil topgan, ya'ni virtual, haqiqiy emas, dastur yaratilgan. Ya'ni private, shaxsiy va himoyalangan network tarmoq. Ya'ni VPN internet ustida yaratilgan himoyalangan shaxsiy tarmoq degan ma'noni anglatadi. Oddiy yo'l o'rniga yopilgan tunnel orqali yurish kabi tasavvur qilishingiz mumkin. Endi VPN siz internet o'zi qanday ishlaydi? Ya'ni ICP Internet Service Provider. VPN ishlatilmasa internetga oddiy yo'l bilan ulanadi. Masalan, ko'rib turganingizdek rasmda bu siz internet provider va veb-saytga kirishingiz mumkin. Internet provider sizning ulanish nuqtangizni biladi. Veb-sayt ham sizning public IP manzilingizni ko'rishi mumkin. Ko'pchilik IP manzilni aniq uy manzili deb o'ylaydi, lekin aslida IP odatda faqat taxminiy joylashuv beradi. Buni aniq bitta joyda aniq turgan manzili deb tushunish ozroq xato. Endi keyingi qismda VPN bilan internet qanday ishlaydi? VPN bilan VPN yoqilgandan jarayon o'zgaradi. Siz to'g'ridan-to'g'ri veb-saytga emas, avval VPN serveriga ulanishingiz mumkin. Sizning trafik ma'lumotlaringiz shifrlangan tunnel orqali o'tadi.
VPN tunnel haqiqiy tunnel emas, bu ma'lumotlarni himoyalangan tarzda uzatish usuli hisoblanadi. Endi bu VPN o'zi qanday ishlaydi deydigan bo'lsak, bu asosan 4 ta bosqichni tushunishimiz mumkin. Birinchi navbatda qurilma VPN serveriga ulanadi, ma'lumot shifrlanadi, VPN serveriga internet so'rovi yuboriladi. Teskarisi VPN server internetga so'rov yuboradi, javob yana sizga qaytadi va siz o'sha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shifrlash maxsus kalitlar yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni VPN sizni ma'lumotlaringizni shifrlaganda maxsus kalitlar yordamida buni shifrlaydi. Endi bu joyda bizga yana bitta savol: IP manzilimiz. IP manzilimiz bu internetdagi qurilmangiz yoki tarmoq ulanishingiz manzili hisoblanadi. Xuddi pochta manzili kabi internetdagi qurilmalarning ajratish yordam beradi. Bu ya'ni bu IP manzillar internetdagi har bir qurilmani ajratishga yordam beradi. Sizda masalan kompyuter bor, telefon bor, ikkalasini IP manzillari ikki xil hisoblanadi. Lekin IP manzil bu GPS emas. U orqali odatda faqat taxminiy joylashuv aniqlanadi. Misol uchun mana quyidagi raqamni ko'rib turibsiz: 192 168 110. Bu kabi manzillar ko'pincha lokal tarmoqlarda ishlatiladi. Internetda ko'rinadigan IPlar deyarli boshqacharoq bo'ladi bundan. Endi VPN o'zi nimalarni yashiradi? VPN bir nechta narsalarni yashirishga yordam beradi. Birinchi navbatda public IP manzilingizni yashiradi. Veb-sayt sizning haqiqiy IP'ngizni o'rniga VPN server IP'sini ko'rishi mumkin. Keyingisi, internet trafikini shifrlash orqali himoyani oshiradi va sizga ba'zi ma'lumotlaringizni yashirishda VPN yordam beradi, lekin bu to'liq anonimlik sizga hadya qilmaydi. Endi keyingi qismga o'tamiz. VPN nimalarni yashirmaydi? VPN ko'p narsaga yordam beradi, lekin hamma narsani hal qilmaydi. Ya'ni agar siz phishing saytlarga parolingizni kiritsangiz, VPN sizni himoya qilmaydi. Agar akkauntingiz xavfsiz bo'lmasa, VPN uni himoya qilmaydi. Ya'ni akkauntingizdagi parollar yoki boshqa narsalar xavfsiz bo'lmasa, VPN sizni to'liq undan himoya qilmaydi. Ya'ni siz masalan biron bir saytga kirib, u sayt masalan xavfsizligini siz bilmasdan turib u saytga shaxsiy ma'lumotlaringizni yuborsangiz, u vaziyatda VPN sizni u joydan xavfsizligingizni ta'minlamaydi. Endi ko'pchilik VPN ishlatgan vaqtda internet sekinlashadi, uni kuzatgan, lekin ba'zan bu to'g'ri, ha. Sababi server masofasi, server yuklamasi, shifrlash va protokollar internet sifatiga ham ozroq bog'liq. Albatta internet sifatiga bog'liq, lekin yuqoridagilar VPN orqali siz ulanishingiz bilan yuqoridagi server masofalari, server yuklamasi, shifrlash va protokol internetni sekinlashtirganini siz his qilishingiz mumkin. Demak, endi bepul VPNlar, masalan, bepul VPNlar internetda juda ko'p bepul VPN xizmatlari mavjud. Endi sizda savol paydo bo'ladi. Bu bepul VPNlar sizga nima uchun bepul tartibda berilyapti? Agar xizmat bepul bo'lsa, kompaniya qanday pul topadi deyishingiz mumkin. Ba'zilar reklama orqali pul topadi. Ba'zilar premium tarif orqali pul topadi. Ba'zilar esa foydalanuvchi ma'lumotlardan foydalanishi mumkin. O'sha orqali ularga qanaqadir foydali tomonlari bor. Lekin barcha VPNlar yomon degani emas. Yaxshi VPNlar ko'p. Demak, bizda keyingi qism VPN qonun bilan taqiqlangan faoliyatni qonuniy qilib qo'ymaydi. Esingizdan chiqarmang. Juda muhim hisoblanadi bu ma'lumot. Endi keyingisiga o'tamiz. VPN qachon kerak bo'ladi o'zi? VPN quyidagi hollarda foydali bo'lishi mumkin. Public Wi-Fi ishlaganda, masofadan turib biron bir joyga ishlaganingizda, maxfiylikni oshirmoqchi bo'lsangiz, keyin kompaniyaga korporativ tarmoqqa ulanganda. Shu vaziyatlarda VPN kerak bo'ladi.
Bu VPN o'zi xavfsizlikning faqat bir qismi hisoblanadi, to'liq sizga xavfsizlik topshirmaydi. Endi keyingi qism, demak, to'liq himoya. Ya'ni internet xavfsizligi faqat VPN bilan tugamaydi. Yaxshi himoya uchun kuchli parol bo'lishi kerak. Ya'ni har bitta, masalan, saytingiz bo'ladimi, dasturlaringiz bo'ladimi, o'shanda siz kuchli parol yaratgan bo'lishingiz kerak. 2 bosqichli parollardan foydalangan bo'lishingiz kerak. Dasturni yangilangan versiyalari chiqqan vaqtda o'sha yangi versiyaga o'tishingiz kerak. Siz eski versiyada qolib ketganingiz, ko'pchilik o'ylaydi, yangi versiyaga o'tsam qanaqadir hajmi oshadi dasturlarni deb. To'g'ri, hajmi oshishi mumkin. Sababi u dastur ancha yaxshilanganligi uchun uni hajmi oshishi mumkin. Ba'zi vaqtda esa deyarli hajmi sezilmaydi. Xo'p, keyin shubhali havolalarni ochmaslik. O'sha vazifalarni siz bajarganingizdan keyin bu yuqorida sanab o'tilgan barchasi jamlanib yaxshiroq himoya sizga taqdim etadi. Demak, videomizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizga obuna bo'ling, kommentariyada qo'llab-quvvatlang, layk bosing. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.